Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, kuni kecha Ko'ksaroy qarorgohida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Tadbirda davlatimiz rahbari ishtirok etdi va ko'p millatli yurtimiz ayollarini ushbu ayyom bilan samimiy tabrikladi. E'tirof etish kerak, so'nggi yillarda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini to'liq ta'minlash, ularning qadr-qimmatini ulug'lash yetakchi o'ringa qo'yildi. Islohotlar samarasida bilimli va iste'dodli xotin-qizlarimiz davlat va jamiyatning barcha sohalarida namuna bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan muhtarama ayollarimizning faoliyati e'tirof etilib, yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning og'irini yengil qilish, ular uchun barcha sohalarda zarur sharoitlarni yaratib berish doimo davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi alohida ta'kidlandi. Mazkur mavzuda suhbatlashish uchun studiyaga UNESCOning nufuzli Carlos Finley xalqaro mukofoti sovrindori, taniqli mikrobiologi olima, shuhrat medali sohibasi Dilfuza Egamberdiyeva hamda Tarix instituti direktor o'rinbosari, Do'stlik ordeni sohibasi Dilnoza Jamolovani taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Kechagi katta tadbirda davlatimiz rahbari nutq so'zladi. Mana bevosita ishtirok etdilaringiz. O'ziga xos bir voqelik sifatida bu narsa mana ekspertlar, mutaxassislar tomonidan talqin qilinyapti. Bu voqelik sizlarni qanday taassurot uyg'otdi, qanday qabul qildilaringiz? Mana davlat mukofotini prezident qo'lidan qabul qilib oldingiz. Marhamat. Kecha haqiqatan ham Ko'ksaroyda qarorgohida shaxsan prezidentimiz tomonidan butun o'zbek ayollari tantanali marosim jarayonida tabriklanib, aynan mana shu marosimda bizlarga davlat mukofotlarini o'zlari topshirdilar. Men yangi O'zbekiston eng baxtiyor ayoliman deb ayta olaman, chunki aynan mana shu davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan keyingi 7-8 yil ichida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida men mana shu o'zbek jamiyatida, O'zbekiston jamiyatida o'zimni o'rnimni topdim deb hisoblayman va aynan mana shu prezidentimiz doim har bir kerak bo'lsa nutqlarda tilga oladigan, eslaydigan jadid bobolarimizni faoliyatini kecha ham aynan mana shu marosimda tilga oldilar va men aynan jadidchilik bo'yicha tadqiqot olib boraman va men o'ylaymanki mana shu kichik bir ilmiy tadqiqotlarimni yuksak baholab, yuksak e'tirof etib, davlatimiz rahbari bizni ko'ksimizga mana shunday bir oliy mukofotni topshirib qo'yganlari uchun juda ham xursand bo'ldim. Minnatdorchiligim cheksiz va bu minnatdorchilikni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi ayni damda. Dilfuza Ursamovna, prezidentimiz nutqida alohida siz haqingizda to'xtalib o'tdi-da, davlatimiz rahbari sho'rlangan tuproqda serhosil ekinlar yetishtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlaringiz UNESCOning xalqaro mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu dunyo miqyosida e'tirof qilindi sizning ishlanmalaringizda. Keling, mana shuni bir mohiyatini ochib bersak. Va bu voqelik mana davlat rahbari tomonidan alohida ta'kidlangani bejiz emas nazarimda. Marhamat. Men uchun bu tadbir o'zgacha bo'ldi, chunki men juda ham ko'p yillar talabalik yillarimda, mustaqil yillarda biz turli xil fondlar bilan xorijga ketganmiz. Juda ham ko'p yillar Yevropa mamlakatlarida ilmiy faoliyat olib borganman. Yaqinda O'zbekistonga o'sha Yevropa mamlakatlarida faoliyat olib borayotgan vaqtimda prezidentimiz elchixonalarga borib vatandoshlar bilan uchrashgan, eslasangiz. O'shanda mana juda ham katta ishlar qilyapsizlar. O'zbekistonga, vatanga kelib, sizlar ham xizmat qilinglar, ilm-fanni, demak, rivojlanishga o'z hissalaringizni qo'shinglar deganlardan keyin biz bir nechta olimlar O'zbekistonga qaytganmiz. Yevropada, masalan, Germaniya prezidenti bilan uchrashuvlar tashkil etilgan, taqdirlanganmiz, lekin men O'zbekistonda o'zimni vatanimdan prezident qo'llaridan taqdirlanishim bu men uchun juda katta narsa edi. Keyin mana shunaqa taqdirlash marosimida biz ichimizdan bir hissiyot bo'ldiki, biz to'g'ri qaror qilgan ekanmiz. Biz vatanimizga qaytib to'g'ri qaror qilgan ekanmiz. Demak, haqiqatda bizani ilmimiz, bilimimiz, qilayotgan tajribamiz, o'rgangan, olgan tajribamiz O'zbekistonga juda kerak ekan degan bir hissiyot bo'ldi ichimda. Nima uchun meni alohida ta'kidladilar? Chunki UNESCO Carlos Finley mukofoti dunyoda bitta beriladi. Dunyoda bitta beriladi o'sha mikrobiologiya sohasida. Men bu juda ham katta narsa o'zbek olimasi uchun ayol olgan. O'shaning uchun buni menimcha juda alohida e'tirof etdilar deb o'ylayman.
va bu nimani ko'rsatadi? Demak, O'zbekistonda ilm fanga ham e'tibor katta ekanligi, o'sha ilm fan rivojlanayotgan taraqqiyotga katta demak qo'llab-quvvatlanayotgani, keyin juda ham ko'p fondlar ayniqsa ayol qizlarni qo'llab-quvvatlayotganidan dalolat beradi deb tushundim o'zimcha. Keyin hozir bilasiz, endi biz xalqaro miqyosda ishlayotganimiz uchun oziq-ovqat xavfsizligi, qurg'oqchilik, yerlarning sho'rlanishi juda ham global muammo. Hozir ocharchilik ko'payib bormoqda. Ana shunda ham davlatimizning siyosati oziq-ovqat xavfsizligini kuchaytirish, oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini yaxshilashga qaratilgan. O'zbekistonga qaytganimni asosiy maqsadi ham oziq-ovqat sifati katta bir yaxshi laboratoriya tashkil qilsam va shu yerda ilmiy faoliyatimni olib borsam, maktab tashkil qilsam degan maqsadim bo'lgan. Mana shuning uchun mana o'sha alohida men e'tirof etganlari, ya'ni tuproqlarimiz bilasiz 50% dan ko'p sho'rlangan. Demak, agar dunyo UNESCO tan olgan bo'lsa, bu texnologiya, bu ishlanma, bu ilmni, demak, bizani davlat ham demak juda katta bir e'tirof bilan qayd etildi. Sho'rlangan tuproqda serhosil ekinlarni yetishtirish bu global bir masala sifatida qaraladi. Buni yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz. Dunyo miqyosida, dunyoni xalqaro tashkiloti tomonidan e'tirof qilinishi bu albatta mamlakatimizni yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, mamlakatda kechayotgan ta'lim-tarbiyaga, ilmga qaratilayotgan e'tiborni bir mahsuli, natija sifatida ham alohida bir ta'kidlash kerak-da. Dilnoza Muhiddinovna, mana siz olimasiz, endi ikkovlaringiz ham olimasiz. Mana shu ta'limga, ilmga qaratilayotgan e'tibor, rag'batni qanday qabul qilyapsizlar ayni paytdagi mamlakatimizdagi? Marhamat. Prezidentimiz mana shu o'zlarini lavozimlariga kirishganlaridan boshlab birinchi ilm fanga alohida e'tibor qaratdilar. Chunki tarixga ham nazar tashlasak, bizda birinchi va ikkinchi uyg'onish davrlari hukmdorlarni ilm fanga e'tibori tufayli rivojlangan va biz birinchi, ikkinchi uyg'onish davrlarini boshimizdan kechirganmiz. Butun dunyo, butun jahon tan olgan. Va aynan davlatimiz rahbarini mana shu o'zlarining vazifalariga kirishganlaridan boshlab birinchi bo'lib olimlar bilan uchrashdilar va ularning oldiga katta vazifalarni qo'ydilar. Chunki davlatning taraqqiyoti, davlatning ravnaqi ilm bilan bo'ladi dedilar. Va mana shu 2017-yilgacha olimlar bir oddiy qilib aytadigan bo'lsam, abgor ahvolda yurgan bo'lsa, davlatimiz rahbarini o'z faoliyatiga kirishishi bilan ularning oylik maoshi 3 karra oshirildi. 3% emas, 3 karra oshirildi va mana shundan keyin bizani O'zbekistonimizda tarix sohasida bo'ladimi, aniq fanlar sohasi bo'ladimi, ijtimoiy fanlarmi, tabiiy fanlarmi, hamma sohalarda rivojlanish boshlandi. Va prezidentimiz faqat olimlar bilan cheklanib qolmadilar, ta'limni, tarbiyani bog'chadan boshlash kerakligini e'tirof etib, bizda maktabgacha ta'lim muassasasidan bolalarni iste'dodini, iqtidorini aniqlash uchun o'zlari tashabbuslar ko'rsatib, chora-tadbirlar ishlab chiqdilar. Va aynan mana shu jamiyatni 50%ni tashkil qilayotgan ayollarni ilmli qilishni o'zlarini birinchi vazifalari deb bildilar. Kecha buni nutqlarda ham tan oldilar va o'zlarini aytgan so'zlarini 7 yil, 8 yil oldin aytgan so'zlarini uddasidan chiqdilar. Bular qog'ozda qolib ketmadi. Bugun O'zbekistonda 203 ta oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan talabalarning 52%ni qizlar tashkil qiladi. Va yana bir narsani aytishim kerakki, butun dunyoda yo'q bir narsani joriy qildilar. Magistratura ta'limida qizlarimiz davlat granti asosida tahsil oladi. O'tgan yili dedilar, biz qancha hamma 100 milliard so'm kontrakt pulini to'lab berdik dedilar prezidentimiz. Va bundan ko'rishimiz mumkinki, aynan mana shu magistraturada tahsil olayotgan talabalarni 50% dan ortig'ini, 60%ni qariyb qizlar tashkil qiladi, xotin-qizlar tashkil qiladi. Jadid bobolarimiz bundan 100 yil oldin agar o'g'lingni o'qitsang, u bitta o'zi bilimli bo'ladi va o'zi ishlab, o'zi pul topadi. Agar sen qizingni o'qitsang, u o'zi ham ilmli bo'ladi. Butun oilasini ilmli qiladi deyishgan edi. Mahmudxo'ja Behbudiyda ham bor bu fikrlar, Sadr Nayniyda ham bor va aynan kecha prezidentimiz shu so'zni aynan ta'kidladilar.
agar biz dedilar bitta oilada qiz bolani o'qitsak butun bir oila ilmli bo'ladi, tarbiyali bo'ladi dedilar. Va mana shu nutqlar davomida ta'lim tarbiyaga alohida e'tibor qaratish kerakligini, bunda agar dedilar sizlar borib o'zlaringizni qo'shnilaringizga, o'zlaringizni mahallalaringizga mani olib borayotgan barcha sohalardagi siyosatimni, mazmun mohiyatini tushuntirsangizlar, men adolatli jamiyat uchun, adolatli davlat uchun kurashayotganligimni, shu yo'lda xizmat qilayotganligimni yetkazgan bo'lardingizlar degan fikrlarni aytdilar. Lekin buni men o'ylaymanki yetkazish shart emas. Bugun biz buni ko'rib turibmiz. Hamma ko'rib turibdi. Butun dunyo tan olib turibdi. Va aynan mana shu prezidentimizning tashabbuslari bilan xotin-qizlarga yaratib berilgan sharoitlar tufayli bugun qaynanalar, qaynatalar, turmush o'rtoqlar o'zlari ayollarini ilm olishni rag'batlantiryapti. Qizlar magistraturada tahsil olyapti, tayanch doktoranturada o'qiyapti, olimlik darajasiga erishyapti. Mana kecha prezidentimiz aytib o'tdilar, 6,5 mingta olimlar O'zbekistonda faoliyat olib boryapti dedilar. Bu albatta o'zlarini mana shu ayollar uchun yaratib bergan imkoniyatlarning mevasi bo'lib hisoblanadi. Bugun mana shu olimlar oliy ta'lim muassasasida bo'ladimi, ilmiy tadqiqot muassasasida bo'ladimi, o'zini mana shu fidokorona mehnatlari bilan prezidentimizni mana shunday bir e'tiroflariga, e'tiborlariga munosib javob beryapti deb hisoblayman. Kecha o'zbek ayollarini agar ular dedilar oilada bola tarbiyasi bilan turmush o'rtog'iga qarab ovqat pishirib, kechki payt ular undan 2 soat kam uxlab yana ilm bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, men ularni O'zbekiston qahramonlari deb atayman dedilar. Va men juda ham g'ururlanib ketdim, chunki men ham olimaman, meni ham oilam bor va aynan mana shu O'zbekiston qahramonlari degan so'zni o'zi bu bizga bir e'tirof. Men doim takrorlab yuraman-da, biz mana shu har yili 8-marta tantanali marosimlar bo'ladi. Prezidentimiz shaxsan xotin-qizlarni tabriklaydilarda ko'rib turganimda havas qilardim. Lekin menga hali ancha bor, men ishlashim kerak, o'zimning ustimda ishlashim kerak. Hozir menga prezidentimni bergan eng yuksak mukofotlari bu jadidchilik tarixini o'rganishga yo'l ochib berganlar deganman-da. Chunki 2000-yilning dastlabki 10 yilligida jadidchilik masalalarini o'rganishga yo'l berilmagan. Meni mavzuyimni tasdiqlashim uchun 4 yil vaqt ketgan. Muvofiqlashtiruvchi kengash aynan dissertatsiya mavzusida jadid so'zi bo'lgani uchun mana shu mavzuni tasdiqlab bermagan. Lekin Xudoga shukr, mana shunday bir yurtboshimizni davlatimiz boshiga kelishi va tariximizga bo'lgan alohida e'tiborlari, jadidchilikka bo'lgan alohida e'tiborlar tufayli biz mana shu 100 yil oldin 3-renessans poydevorini qurishni niyat qilgan va bu yilda harakat qilgan, lekin sovet hokimiyatining qatag'on siyosat qurboni bo'lgan jadid bobolarimizni ilmiy faoliyatini o'rganmoqdamiz, tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Dilfuza Rustamova, sizga bermoqchiman bu savolni. Men yuqorida mana hozirgi vaqtda 6200 dan ortiq xotin-qizlar ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotganligi prezidentimiz nutqida alohida ta'kidlab o'tildi. Buni aytdilaringiz. Ilmiy ishlanmalarning 25% ni olima ayollarimiz yaratayotganligi ham bu haqiqat bu. Bevosita siz mana faoliyat olib borayotgan tadqiqot markazida, aql markazida ham xotin-qizlarimiz, ayollarimiz ko'p tadqiqot olib boryapti, shunday emasmi? Bu jarayonlar haqida sizning fikrlaringiz, marhamat. Dilnozaxon aytib o'tdilar, hozir men takrorlayman, magistr talabalarga, PhD'larga grantlar ajratilayotgan, stipendiya ajratganlarni aytib o'tdilar. Lekin meni ko'proq ishim ilm bilan bog'liq bo'lgani uchun ilmiy holat qanaqa degan o'zimning fikrlarimni aytmoqchiman. Bizda men ko'proq xalqaro miqyosda ishlaydigan ayolman, ko'proq. Men o'zimni bo'ladi-ku, hammasini o'zini maqsadi, anaqasi prinsiplari. Men ko'proq o'ylayman, biza xorijdan xorijiy ilmiy xalqaro tashkilotlarni O'zbekistonga olib kelishimiz kerak va investitsiya olib kirishimiz kerak degan fikrdaman men. Hozir mana davlatimiz tomonidan eng yaxshi narsa, demak, bularni talabalarni O'zbekistonda o'qish uchun stipendiya ajratish yaxshi, lekin talabalarni xorijga chiqarish uchun grantlar ajratishi meni juda ham xursand qildi. Masalan, xorijga chiqqan ayol qizlar hozir ko'payyapti. Oldin bilasiz, bu juda kam edi miqdori. Hozir juda ham ko'payyapti. Ularda agar ayollar, qizlar xorijga chiqib tajriba o'rgansa, ularning tafakkuri o'zgaradi, tafakkur yuksaladi deb o'ylayman men o'zim. Hozir masalan, meni o'zimda PhD talabalarni 5 tasi, magistr talabalarning 80% qizlar, ayollar. O'sha meni quvontiradi. Yaqinda bizlar ilmiy kengash ochganmiz. Mana biotexnologiya bo'yicha o'tda ham
ko'proq qismi ayol kishilar o'zini ilmiy ishlarni himoya qilishmoqda. Yana bitta narsa aytib o'taman, Innovatsion rivojlanish agentligi alohida olima ayol dasturini tanlovini yo'lga qo'ygan va bunda ham juda ham ko'p O'zbekistondagi ayollarni, qizlarni ilmiy ish qilishlari uchun juda ham katta sharoitlar yaratilyapti. Demak, qanday sharoitlar yaratilyapti? Laboratoriyalar qayta tuzilyapti. Har xil eng kerakli asbob-uskunalar olib berilmoqda. Ilm uchun demak mablag' ajratilyapti. Mana shu narsa va biza olimalar ularga qanday qilib ilm qilishda yo'l ko'rsatyapmiz. Mana shuni o'zi ham bularga juda ham katta nima deydi, yordam, ko'mak deb o'ylayman men o'zim. Va davlat tomonidan mana xorijga ketish, ya'ni universitetda o'qish yoki ilmiy tadqiqot institutlarida malaka oshirish uchun ajratilayotgan mablag'larni ham men juda ham yuksak baholayman. Dilnoza Muhiddinovna, sizni fikrlaringiz, mana bayram kunlari gaplashyapmiz, muloqot qilyapmiz, bizni ko'rib turibdik juda ko'p, mana xotin-qizlarimiz, yurtdoshlarimiz, butun bir xalqimiz qanday bir ko'ngildan kechirmalar o'tyapti. Kechagi tadbirdan kelib chiqib qanday bir mas'uliyatni his qilyapsizlar. Juda katta bir ishonch bildirdi davlat rahbari sizlarga, butun mamlakatimiz ayollariga. Marhamat. Haqiqatan ham davlatimiz rahbari ayollarni, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashlarini kecha yana qayta takrorladilar va 2025-yilda 2 million ayolni ish bilan ta'minlash, agar biz dedilar ayollarni ish bilan ta'minlasak, kambag'allik qisqarib boradi dedilar. Va mana shu banklarga har biriga 100 million dollardan mablag' ajratib, tadbirkor ayollarni ish bilan ta'minlash kerak bo'lsa majbur qilinglar dedilar. Mana butun dunyoning tajribasi bu dedilar. Agar biz dedilar ularga o'rgatsak, ularni kerak bo'lsa majbur qilsak, u o'zi pul topishni boshlagandan keyin ishini davom ettiraveradi, oilasini boqadi, oilasiga yordam beradi dedilar. Va har bir viloyat hokimiga har ikkita tumanni ishsiz hudud sifatida menga ko'rsatib berasizlar dedilar, yilning oxirigacha dedilar. Men bunga shubham yo'q. Davlatimiz rahbari aytgan so'zlarni ustidan chiqadilar va yilning oxirida aynan mana shu masalalar hal qilinsa, bizni yurtimizda yana 2 million ayol baxtiyor bo'ladi. Chunki o'zining ishi bo'ladi, mablag'i bo'ladi. Va kecha mana shunday bir tadbirda o'tirganimda prezidentimizning nutqlarini diqqat bilan tingladim. Tadbirkorlik sohasida ham biror bir sohani chetlab o'tmadilar. Oddiy ishchidan boshlab tadbirkorlik sohasi, ilm-fan sohasi, ta'lim sohasida ayollarning o'rnini alohida ta'kidlab va mana shu ta'kidlari jarayonida men o'zimga vazifalarni belgilab oldim va bizga bu juda ham katta bir mas'uliyat yuklaydi. Prezidentimizni aynan mana shu ko'ksimizga yuksak mukofotni ilib qo'yishlari va o'zlari shaxsan tabriklashlari, qayta tabriklab, oila a'zolarimizni tabriklab, mana shu nishon topib qo'yishlari, do'stlik ordenini taqib qo'yishlari menga juda ham katta bir mas'uliyat yukladi va men o'zim oldimga yirik maqsadlarni qo'ydim. Jadidchilik masalasini o'rganishni alohida bir maktabiga asos solish. Bugun meni o'ndan ortiq shogirdlarim aynan jadidchilik masalasini o'rganilmagan alohida jihatlarda tadqiqot olib boryapti va bu tadqiqotlarni amalga oshirib, nomzodlik dissertatsiyalarini, doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilib, o'zim ham oldimga vazifalar qo'ydim. Endi prezidentimiz bir nutqlarida aytgan edilar, jadidlarni alohida o'rganish kerak deb. Men yilning oxirigacha o'zimning oldimga maqsad qo'ydim 2025-yil uchun. Bizni rejalarimiz to'xtamaydi olimlarni. Men yilning oxirigacha mana shu 6 ta jadid bobomiz haqida ilmiy risolalar tayyorlab, ilmiy jamoatchilikka, xalqimga taqdim qilaman deb o'zimga o'zim va'da berdim. Va bu mukofot Tarix instituti uchun berilgan mukofot ham deb o'ylayman. Va bugun biz Tarix institutida o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixini 10 jildligini yaratyapmiz. Yilning oxirigacha mana shu jildlarni yakunlab, bularni maxsus bir nazoratlardan, taqrizlardan o'tkazib, xalqimizga o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixining 10 jildligini ham taqdim qilamiz va men o'ylaymanki, kecha prezidentimiz aytdilar, Dilnozaxon, bizga tariximiz kerak. Tariximizni yaxshilab o'rganib yetkazing dedilar va mana shu jamoam bilan birgalikda prezidentimizni mana shu aytgan gaplarini bajarib, albatta buni uddasidan chiqamiz deb o'ylayman va bu uchun harakat qilamiz. Joriy yilda Mahmudxo'ja Behbudiyning tavalludining 150 yilligini nishonlash to'g'risida davlatimiz rahbarining alohida hujjat qabul qilingani bejiz emas. Bu bo'yicha tadbirlar bo'lib o'tyapti. Shunday.
bu mana shu jajitchi bobolarimizga, jajitlarimizga bo'lgan alohida bir e'tiborni, bu masala bu davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilayotgani bejiz emas albatta. Bu o'z navbatida katta bir muhim bir tadqiqotlarga ehtiyojni paydo qiladi-da, vujudga keltiradi. Shunday. Juda katta Biz bir mana masala. shu Mahmudxo'ja Behbudiyni juda ham yaxshi tanir ekanmiz deb o'ylardim-da. Men o'zim tadqiqotchiman, jadidlar bilan shug'ullanaman. Lekin prezidentimiz tomonidan 150 yilligini keng nishonlash bo'yicha qarorlar qabul qilingandan so'ng bizga masalan hukumatimiz tomonidan topshiriqlar berildi. Mana shu Mahmudxo'ja Behbudiyning tanlangan asarlarini yaratish, u haqida ilmiy risolalar tayyorlash, u bo'yicha ellararo yig'in o'tkazish masalasi qo'yildi-da. Mana shu jarayonda o'tgan 2 oy mobaynida Mahmudxo'ja Behbudiyni o'z qo'llari bilan yozgan maqolalarni o'qir ekanman. Biz hali Mahmudxo'ja Behbudiyni to'liq anglamagan ekanmiz. Biz uni jadid deymiz, lekin haqiqiy bir islom dinini bilimdoni, muftiy, qozi sifatida aytgan fikrlari, ta'lim sohasidagi fikrlari, uni aytgan fikrlari jamiyat uchun, davlat uchun aytgan fikrlari, shu bilan birgalikda jamiyatdagi aytayotgan muammolarini xuddiki bugun bir ko'rib turib aytib o'tirganga o'xshaydi Mahmudxo'ja Behbudiy. Va mana shuning uchun o'ylaymanki, bu prezidentimiz qarorlarining ijrosini ham albatta biz ijrosini ta'minlashga harakat qilamiz va shu yo'lda harakatdamiz. Dilfuza Rustomovna, vatanni ona deymiz, ona vatan deymiz. O'z navbatida ona vatanni taraqqiyoti, mana yangi O'zbekiston g'oyasi ilgari surilyapti. 3-renessans g'oyasi ilgari surilyapti. Bu jarayonda millatni onalarini, opa-singillarimizni, ayollarimizni, olima ayollarni zimmasiga juda katta bir mas'uliyatni his qilamizda, ko'ramizda. Siz mana xalqaro dairada ishlaysizda. Albatta jonajon O'zbekistonni dunyo miqyosida biz eng rivojlangan davlat sifatida munosib o'rinda ko'rishni istaymizda. Qanday fikrlar o'tadi sizda? Kechirmalar o'tdi mana kechagi voqeadan keyin, marhamat. Qisqaroq aytamiz, vaqtimiz yakunlanyapti. Kechagi tadbir men juda ham ruhlantirdi. Avvalambor men O'zbekistonda shunday fidoyi ayollarni ko'rdim, mehnat qilayotgan ayollarni ko'rdim. Har xil sohani Dilnoza aytib o'tdilar, qaysi sohalar ko'tarildi, e'tirof etildi. Meniki ko'proq ilm fan bo'lganiga, menga berilgan bu e'tirof, bu demak mukofot men o'zim xayolimda dunyoning turli mamlakatlarida faoliyat olib borayotgan olimlar, o'zbek olim ayollari, qizlar uchun ham deb o'ylayman. Chunki dunyoni faqat ilm saqlab qoladi degan fikrdaman men o'zim. Dunyoni ilm saqlab qolgandan keyin ilm fandagi olim ayollarni nima deydi mukofotlash bu juda ham katta bir nima deydi fidoyilik deb o'ylayman. Mana shu kechagi tadbirdan keyin men o'yladimki, bizda mana juda ham ko'p dunyoni har turli mamlakatlarda bo'lsam, sizlarda Abu Ali bin Sino, Biruniy, Al-Xorazmiy juda ham katta buyuk olimlar ilmga, dunyoga asos solgan. Nimaga hozirgacha undan keyin to'xtab qoldi? Nimaga sizlarda qoninglarda bor-ku bu ilm degan savolga kecha ham bu xayolimdan o'tdi. Demak, mana shu biza yaratayotgan maktabimiz, mana prezidentimiz aytib o'tgandek, biz yana xuddi shunday dunyo ilmiga o'zini hissasini qo'shadigan buyuk bir olimlarni yetishtirishimiz kerak ekan degan bir maqsad bo'ldi. Endi men hozir Nobel mukofoti olamiz deb aytolmayman, lekin kelajakda Nobel mukofoti oladigan, dunyo ilmiga asos soladigan bir yoshlarni tarbiyalaymiz degan bir maqsad ham o'tdi o'sha kechagi tadbirdan keyin. Rahmat samimiy fikrlar uchun yana bir bor bayram bilan tabriklab qolamiz sizlarni. Biz yuqorida aytyapmiz, ilm fan haqida, millat onasi haqida gapiryapmiz, millat tarbiyasi sifatida qarayapmiz ayollarimizni. Kechagi davlatimiz rahbarining nutqida bu masalada juda katta bir ishonch bildirdi mamlakatimiz onalariga, ayollariga. Bu albatta shak shubhasiz hayotga tatbiq etiladi, chunki buning uchun to'la asos bor. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi muloqotlarimizni davom ettiramiz. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.